kun davomida yaxshi yurishingiz mumkin, lekin kechga borib mana shu oyoqlarda muzlash yoki qizish yoki uvishish yoki og'riqlar paydo bo'lishi. Bu holat oddiy holat emas. Bu bezovta oyoqlar sindromi deb ataladi. Bu holat ayrim bir kasalliklar asorati hisoblanadi. Xo'sh, bu qaysi kasalliklar va buni qanday qilib davolash mumkin? Birinchi asosiy masala, bezovta oyoqlar sindromiga sabab bo'luvchi qaysi kasalliklar mavjud? Birinchi alohida kasallik bu temir yetishmovchiligi hisobiga kelib chiqqan anemiya. Ikkinchisi, B guruh vitaminlari, B9, ya'ni foliyaviy kislota va vitamin B12, tsiankobalamin vitaminlari yetishmovchiligi hisobiga kelib chiqqan megaloblastniya anemiya kasalligi. Uchinchi kasallik bu ateroskleroz. Aynan shu oyoqda joylashgan arterial qon tomirlarini yopilish jarayonlari. Bu holat ham xuddi shunday bezovta oyoqlar sindromiga sabab bo'lishi mumkin. Varikoz kasalligi, ya'ni oyoq venalarida hosil bo'lgan varikoz kasalligi ham xuddi shunday bezovta oyoqlar sindromiga sabab bo'lishi mumkin. Va bundan tashqari boshqa kasalliklar ham mavjud, lekin bularni foizi juda ham kam. Yuqorida sanab o'tilgan 5 xil kasallik bular asosan bezovta oyoqlar sindromiga sabab bo'luvchi holatlar hisoblanadi. Ko'proq yoshlarda, ayniqsa yosh ayollarda uchrab turadigan oyoqda og'riq yoki uvishish yoki muzlash yoki qizish hissi paydo bo'lishi bu ikki xil holatda yuqorida sanab o'tilgan ikki xil kasallikdan asorati hisoblanishi mumkin. Bu qaysi kasallik? Birinchi asosiy kasallik bu temir yetishmovchiligi hisobiga kelib chiqqan anemiya. Bu kasallik uzoq muddat shakllanishi natijasida aynan shu oyoq mushaklari yetarli miqdorda kislorod bilan va oziq moddalar bilan ta'minlanmaganligi sababli bu anemiya keyinchalik bezovta oyoqlar sindromiga sabab bo'lishi mumkin bo'ladi. Ikkinchi holat shunga yaqin jarayon, ya'ni pernitsiyozniy anemiya. Ya'ni megaloblastniya anemiya, savoldan aytib o'tilgandek, bu B guruh vitaminlari yetishmovchiligi hisobiga kelib chiqqan anemiya. Birinchi, temir yetishmovchiligi hisobiga kelib chiqqan anemiya. Ko'pchilik beradigan, qabulga kelgan bemorlarda yoki onlayn konsultatsiya oladigan bemorlarda ham ko'pchilik beriladigan savollardan biri bu, ya'ni temir modda yetishmasligini faqat gemoglobin miqdoriga qarab turib aniqlasa bo'ladimi deydigan savol bo'ladi. Bu noto'g'ri. Gemoglobin eng oxirida pasayadigan ko'rsatkich hisoblanadi, lekin ungacha temir moddasi pasayib bo'ladi. Temir moddasi boshlang'ich etapda qanday pasayganini aniq qilib belgilab olish mumkin. Bu oddiy analiz orqali aniqlanadi. Birinchi analiz bu ferritin va transferin hisoblanadi. Temir moddasini o'zini qonda miqdorini aniq qilib ko'rish bu noto'g'ri jarayon va bu temir moddasi hech qanday klinik ahamiyatga ega emas. Shuning uchun temir moddasini analiz orqali ko'rish bu umuman ahamiyatsiz jarayonlardan biri hisoblanadi. Birinchi asosiy masala, demak, umumiy qon tahlili va ferritin va transferin miqdorlarini aniq qilib ko'rib oldik. Demak, sizda anemiya jarayoni bormi? 2 yoki 3 valensiy temir moddali preparatlardan foydalangan holatda va kerakli mahsulotlarni ratsionga qo'shgan holatda biz hozirgi holatda temir yetishmovchiligini to'liq bartaraf etish imkoni mavjud bo'ladi. Yuqorida sanab o'tilgan anemiya bu temir yetishmovchiligi hisobiga kelib chiqqan anemiya edi. Bu savoldan aytib o'tilgandek, ko'proq yoshlarda, yosh ayollarda, ya'ni o'sha jinsiy yoshdagi ayollarda tez uchrab turadigan holatlardan biri edi. Lekin ikkinchi turdagi anemiya mavjud. Bu asosan yosh kattalarda uchrab turadigan anemiya hisoblanadi. Bunday insonlarga temir moddali preparat berish bir muncha xavfli jarayon. Hattoki organizm uchun xavfli bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun bu holatga aniqlik kiritib olish shart. Yosh kattalarda ko'pchilik bilishingiz mumkin, anemiya jarayoni hisobiga ko'pchilikda tez charchash, tez holsizlik va shu bilan birga oyoqda bezovta oyoqlar sindromi, ya'ni kechga borib o'sha oyoqlarda qaqshash yoki og'riqlar paydo bo'lishi mumkin bo'ladi. Va bu holat esa keyinchalik uyquga ham ta'sir qilishi mumkin. Misol uchun siz kechasi bilan uxlolmasdan turib yurib chiqishingiz mumkin. Va bu holat oyog'ingizni bir muncha yaxshilashi mumkin bo'ladi. Va ba'zi hollarda esa bu holatlar vaqtinchalik jarayon bo'ladi, baribir oyoqdagi og'riqlar davom etishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun bezovta oyoqlar sindromida alohida kasallikni belgilash shart. Ikkinchi aytib o'tiladigan kasallik bu megaloblastniya anemiya. Ya'ni temir yetishmovchiligi hisobiga emas, temir moddasi qonda yetarli miqdorda bo'ladi. Transferin, ferritin ham hattoki yuqori ko'rsatkichni ko'rsatib turadi. Lekin B guruh vitaminlar, vitamin B12 va vitamin B9 bular juda ham kam miqdorni tashkil qiladi. Va aynan shuni hisobiga ham xuddi shunday yosh kattalarda asosan megaloblastniya anemiya jarayoni rivojlanishi mumkin bo'ladi. Bu holatga nima sabab bo'ladi? Nimaga yosh katta insonlarda bu anemiya tez uchrab turadi? Bunga asosiy sabab yosh katta insonlarning ratsionida go'sht mahsulotlari u darajada ko'p bo'lmaydi.
Agar yetarli miqdorda go'sht mahsulotlari bo'lsa ham, bu go'sht mahsulotlarini to'liq o'zlashtirish oshqozon ichak sistemasi bo'yicha bir muncha qiyinroq bo'ladi. Chunki bu yoshgacha o'sha insonlar kataral gastrit, ezofagit yoki gastritga bog'liq boshqa oshqozon ichak kasalliklari juda ham ko'p o'tkazilgan bo'ladi va aynan shuni hisobiga ham xuddi shunday o'sha iste'mol qilib boriladigan mahsulotlar tarkibidagi B guruh vitaminlar bir muncha yetarli bo'lmaydi. Aynan shuning uchun ham bu muammoni to'liq bartaraf etish maqsadida B guruh vitaminlarni tabletka formasida iste'mol qilish bunday insonlarga tavsiya qilinmaydi. Bunday insonlar tabletka ko'rinishida B guruh vitaminlarni iste'mol qilish foydasiz. Bunday insonlar iloji boricha ukol formada, ya'ni yonboshdan yoki venadan to'g'ridan to'g'ri bu vitamin B guruhiga kiruvchi vitaminlarni olishlari tavsiya qilinadi. Lekin albatta bu vrach tavsiyasi bilan birga amalga oshiriladi. Vrach tavsiyasi deganda sizga aktiv formada vitamin B9 yoki B12 buyurilishi mumkin yoki mumkin emasligi yoki aksariyat insonlarga noaktiv formadagi vitamin B12lar ham buyurilishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu holat aktiv yoki noaktiv formada buyurilmasligi masalasi albatta sizni vrachingiz tomonidan aniq qilib belgilab berilishi kerak bo'ladi. Yana kimlarda megaloblastniy anemiya jarayoni rivojlanishi mumkin? Ko'proq uchrab turadigan holatlardan biri qandli diabeti bor insonlar. Bu insonlar ko'p miqdorda metformin guruhiga kiruvchi preparatlar iste'mol qilib borilishi mumkin. Ya'ni qandli diabeti bor insonlarda glukofaj yoki siafor shu kabi preparatlar uzoq muddat, ya'ni 6 oy, 1 yil, 2 yillab iste'mol qilinishi natijasida bu holat keyinchalik o'sha oshqozon ichak sistemasida B guruh vitaminlarini to'liq o'zlashtirishsiz qolib ketishiga sabab bo'ladi va bu holat esa keyinchalik megaloblastniy anemiyani rivojlantirishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bu holatga aniqlik kiritish maqsadida albatta anamniz sizdagi holatlar, sizdagi kasalliklar aniq qilib belgilanishi shart va shunga mos tartibda aniq davo chorasi belgilanishi mumkin bo'ladi. Yuqorida sanab o'tilgan ikki xil anemiya bu o'sha uchrab turadigan bezovta oyoqlar sindromiga sabab bo'luvchi asosiy ikkita kasallik edi. Lekin bundan tashqari, yana 13% ni tashkil qiluvchi alohida kasallik mavjud. Bu oyoq qon tomirlari aterosklerozi. Oyoq qon tomirlari aterosklerozi hammada ham vujudga kelavermaydi. Bu holatlar ko'proq qandli diabeti bor insonlarda tez uchrab turadigan holatlardan biri hisoblanadi. Oyoq qon tomirlarida asosan eng oxiri qon bilan ta'minlanadigan qon tomirlari hisoblanadi va bu qon tomirlarida qon bosimi bir muncha past bo'ladi. O'sha yopilgan qon tomirlar orqali past qon bosimi o'tadigan qon bu esa keyinchalik o'sha to'qimalarni yetarli miqdorda qon bilan ta'minlanmaslikka sabab bo'ladi va bu esa bezovta oyoqlar sindromiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni oyoqda sudriglar paydo bo'lishi mumkin, tortishib qolishi mumkin bo'ladi, oyoqda og'riqlar paydo bo'ladi va ba'zida o'sha oyoqda rangida o'zgarishlarni, ya'ni ko'karish yoki qizarish jarayonlarini vujudga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu holatlar tez uchrab turadigan holatlardan biri. Va bu holatlarga agar vaqtida e'tibor qaratilmaydigan bo'lsa, kerakli davo chorasi qilinmaydigan bo'lsa, bu keyinchalik oyoqni butunlay amputatsiyasiga sabab bo'lishi mumkin. Bu holatgacha olib bormaslik uchun albatta bemor vaqtida o'sha kardiolog yoki qon tomir xirurgiga murojaat qilgan holatda davo chorasini amalga oshirishi kerak bo'ladi. Bu keyinchalik o'sha bemorni oyog'ini saqlab qolish uchun asosiy birinchi qadam hisoblanadi. Har oyda Dr. Nurpo'lat Telegram kanalida biz alohida marafon o'tkazib boramiz. Bu sog'lomlashtirish marafonida qandli diabeti bor insonlar, gipertoniya kasalligi bor insonlar, semizligi bor insonlar va hazmda muammosi bor insonlar bu marafonda qatnashib, o'zidagi muammolarni onlayn tartibda bir oy davomida shaxsan o'zim nazoratimda davolanish imkoniga ega bo'lishadi. Bu marafon qay tartibda o'tkazilishi va marafon natijalari haqida aniq ma'lumotni Telegram kanalida olishingiz mumkin. Bezovta oyoqlar sindromiga sabab bo'luvchi keyingi alohida kasallik bu gipotireoz kasalligi hisoblanadi. Gipotireoz ko'pchiligingiz bilgan bo'lsangiz kerak, ya'ni buqo bezi bilan bog'liq bo'lgan kasallik hisoblanadi. Buqo bezi aktiv gormonlari T3 va T4 degan gormonlar mavjud. Bu gormonlar o'sha buqo bezi orqali kam miqdorda ajraladigan bo'lsa, bu keyinchalik sizdagi modda almashinuvini pasayishi va susayishiga sabab bo'lishi mumkin. Nega oyoqlarda bu shikoyat paydo bo'ladi? Xuddi shunday savoldan aytib o'tilgandek, modda almashinuvi eng oxiri qon bilan ta'minlanadigan qon tomirlar bu oyoq qon tomirlari hisoblanadi. Oyoq qon tomirlari o'sha oyoq to'qimalarining yetarli miqdorda qon bilan ta'minlanmaganligi va keyinchalik o'sha modda almashinuvi sust bo'lishi birinchi o'sha oyoqlarda bezovtalikni keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari oyoqlarda shishlar paydo bo'lishi mumkin yoki butun tana bo'ylab shishlar paydo bo'lishi mumkin. Bu holat gipotireozga xos bo'lgan jarayonlar hisoblanadi. Bu holatda ham albatta buqo bezi gormonlarini aniq qilib belgilash shart. Bu ochiq qoringa
hattoki tish yuvilmagan holatda topshiriladigan analizlar orqali aniq qilib ko'riladi. Ya'ni bular muqobil bez gormonlari T2, T3, T4 erkin formadagi gormonlar aniq qilib ko'riladi va shu bo'yicha bemordagi gormonlar o'zgarishi qanchalik o'zgarganligini aniq qilib belgilash mumkin bo'ladi. Davo chorasini bemorning holatidan kelib chiqqan holatda amalga oshirish bu albatta vrach nazoratida bo'lishi shart bo'lgan holat hisoblanadi. Bugungi qisqa video shulardan iborat edi. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yishni unutmang. Savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Eng ko'p berilgan bir xil savoldan kelib chiqqan holatda biz keyingi videoni ishlab chiqishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling.